Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli hamshaharlar. Hozir mana olingan Cobalt'imizni ko'rsatmoqchiman sizlarga. 2018-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobkada 163 ming kilometr yurgan, metan gazi bor, 4 yumshoq baloni bor. Kraskasi toza. Salon holatlari, tonirovkalari bor. Mashina holati zo'r. Salon qismi 2018 ga vobshim zo'r. Probegi 163 ming halol yurgani o'ziniki. Bagaj qismlari. Narxini obunachilar uchun 8600 qilib belgiladik. 8600 ga xudo xolasa baraka qilamiz.